بسم الله الرحمن الرحيم. Uchinchi bob babul kanzi ma huwa va zakatil huliyi. Xazina nima u va taqinchoqlar zakoti haqida. Ya'ni Qur'onda oyat bor. Tilla kumushni xazina qilib, uni nafaqa qilmaydiganlarga azobun alim bashoratini bering degan. Nimani xazina deb nomlanadi? Shu haqida va taqinchoqlar zakoti haqida. Ya'ni taqinchoq ayollar masalan tillalari bor, kumushlari bor. O'shalardan zakot beriladimi yo'qmi? 1560-hadis Amr ibn Shoyib otasidan bobosidan rivoyat qiladi. Bir xotin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga keldi. U xotinning qizi bor edi oldida. Qizining qo'lida maskatani g'alizatani min zahab, tilladan bo'lgan qalin ikkita bilek uzuk bor edi. Ikkita qo'lida. Shunda unga Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: "Atotina zakata hada?" Sen buning zakotini berasanmi? Yo'q dedi ayol. Shunda Rasululloh aytgan ekanlar: "Ayasuruki an yusawwirakillah bihima yawmal qiyamati siwarayni min nar?" Endi seni quvontiradimi? Alloh o'sha ikkisi evaziga qiyomat kunida do'zaxdan ikki bilek uzuk senga taqishligi. Shunda haligi ayol uni yechib otgan ekan Nabiy sollallohu alayhi vasallamga va aytgan ekanki, "Huma lillahi azza va jalla va li rasulihi." Bular Allohniki va rasuliniki degan. Ya'ni mana qarang. Qizining qo'lida ikkita qalin bilek uzuk bor, tilla. Tabiiyki endi u haligi 80 grammdan oshib ketadi, tillaning hisobiga yetgan ya'ni. Shuni zakotini berasanmi sen debdilar. Yo'q dedi. Endi u xotin ham o'ylaganki, bu o'zim uchun, mana aytdik-ku, o'zi uchun bo'lgan narsalarga inson zakot bermaydi dedik. Uy jihozlari boshqa. Bularga ham shuning uchun bermayman deb o'ylaganda, ammo o'zi uchun ehtiyojmi bu, mana qarang. Masalan, yuqorida aytgandek, men uy olib qo'ysam bir ikkita uchta, mashina olsam masalan, ehtiyojda bu. Uyda yashalinadi ichida, moshlarni miniladi, lekin mana bu yarim kilo keladigan tilla taqinchoqqa nima ehtiyoj bor? Nima bo'ladi u taqinchoq taqqan bilan? Foyda bormi biror narsaga uni? Qorin to'yami bunday taqinchoqdan? Yo'q. Faqat va faqat ziynat u, zodagonlik u, boyvachchalik u. Ana shuning uchun garchi taqinchoqlar ayollar o'zi taqish uchun olgan bo'lsa ham, uni tijorat qilish uchun emas. Zakotini beradi hisob ketsa. Aks holda mana aytayaptilarki, Alloh qiyomat kunida o'sha ikki bilek uzugingni o'rniga senga jahannam olovidan bo'lgan ikkita bilek uzuk taqadi deyapti. Mana o'sha oyatni tasdiqda demak bu. Tilla kumushni xazina qilib, zakotini bermaydiganlarga jahannam azobini bashoratini bering, qiyomat kunida o'sha tillalari, kumushlari qizdirib bosilinadi ularga deyilgan. Demak, agar tilla kumushni zakoti berilmasa, xazina deyiladi u, ya'ni qizg'anchiqlik xazina qilib bosib qo'yish, u jahannam azobiga sabab bo'ladi. Zakotini bersa xazinaligi qolmaydi. Kimdir aytishi mumkin-ku, buni zakotini beraversak har yil u tugab ketadi-ku. Ya'ni masalan, u kamayib ketaveradi-ku uning qiymatidan. Deyilsa, ana shu aslida maqsad bo'lishi mumkin islomda ham. Kim aytdi nisob zakot miqdoridan oshiq darajada taqinchoq taqish kerak deb. Ya'ni masalan, bir ayol qulog'iga bir 5 gramm, 6 grammlik tilla taqsin. Ha, uzuk taqsin bir 10 grammlik. 80 grammdan oshiq tillani nima qiladi u? O'zini o'zi nima zanjirband qilyaptimi u? Bo'yniga, qo'liga zanjir osib, nisob miqdoridan kamini taqsin. O'sha kamayguncha zakotini beraveradi aks holda. Nima qiladi u? Men doim aytaman, erkaklar masalan tillaga qarab, "Voy, tillani qara" deb shahvat qo'zib ketadimi xotinda? Yo'q. Bir xotinni hech narsasi yo'q bo'lsa ham, erkak qarasa shahvat qo'ziydigan bo'lsa, qo'ziydi unga qarab. Bir xotinni dunyoni tillasini bo'yniga taqib qo'ysang ham zanjirband qilib, erkak kishi uni tillasiga qarab shahvat qo'zib ketmaydi, "Voy, tillasini qarab" deb. Ayollarning o'zini bu nafsi, ayollarning o'zini bir dunyo molparastligidan bu. Hech erkakka kerak emas u. Ana shuning uchun shu narsaga targ'ib qilingan o'zi. Taqsang ham ana shu nisob miqdoridan kamini taqib, bo'lmasa nisobga yetgan 80 grammdan oshiq tilla taqibsan, har yil berasan zakotini. Nima qilaman? O'zigim bir chetini aralab beraman deydi. Yo'q. O'shani hisoblaysan pulga-da, puldan berasan. Yoningdagi boshqa pulingdan. Endi sahobiyalar mana qarang, taqqan, lekin islom ahkomiga shu zahot bo'ysunishni ham bilgan. Shuning uchun Rasululloh shu gapni aytgan zahoti shuni yechib Rasulullohning oldiga tashlagan ekan. Allohga va rasuliga bu dedi. Zakot pakotda o'tirmagan, ya'ni shuni berib yubordi hammasini. Hozir endi 1000 ta olimdan fatvo so'rab chiqadi-da, "Men aytgan gap to'g'rimi? Rostdan berishim kerakmi?" deb bergisi kelmaydi hech ham. Bering deganda menga demayapman, o'zi zakotini bering kambag'al bechoraga. Mana bu Rasululloh menga ber deganlari yo'q edi. Rasulullohga harom zakot olish.
Alloh rasuli uchun deyapti, ya'ni Alloh rasuli o'zi buni istagandek qilib tarqatsin degani. Allohga ham kerak emas uni tillasi, Rasulullohga ham kerak emas. Rasulullohga harom ham olish zakot. Lekin shu Alloh rasuli uchun shuni berdim demoqchi, sadaqa tarqating demoqchi. Rasululloh o'zlariga olmaganlar tabiiy. Keyingi hadis 1561-hadis. Ummu Salama aytadilar: "Men tilladan iborat avdoh taqardim. Shunda aytdim: "Ya Rasululloh, bu xazinami?" Rasululloh aytdilarki: "Ma balagha an tu'adda zakatuhu fazukkiya falaysa bikanzin." Nimaiki zakoti ado qilinish miqdoriga yetsa-da, zakoti berilsa, u xazina emas dedilar. Avdoh taqinchoq degani. Kumushdan bo'lgan taqinchoqqa odatda ishlatiladi. Avdoh degani aslida yarqirab turish deganida. Lekin bu yerda tilladan bo'lgani deyapti. Ehtimol tilla kumush aralashib bo'lgan bo'lishi mumkin. Muhim taqinchoq xullas. Tilladan bo'lgan bir taqinchoq taqardim deyaptilar. Keyin aytdimki, xazinami shu ya Rasululloh? Ya'ni aytdik-ku, haligi oyat bor. Tilla kumushni zakotini bermaydigan, xazina qilib o'tiradiganlar alamlik azobni bashoratini bering. O'shanga tushadimi shu deyaptilar-da. Rasululloh aytdilarki, agar zakot ado qilinish miqdoriga yetsa, ya'ni nisob. Masalan, yuqorida aytdik-ku, kumushning nisobi qancha, tillaning nisobi qancha. O'sha zakoti miqdoriga yetsa-da, zakoti ado qilinsa, xazina emas. Ya'ni u oyatda aytilgan narsaga tushmaydi. Demak, oyatda o'sha zakoti berilmaydigan taqinchoqlar yoki boshqa tilla kumushlar nazarda tutilgan. 1563-hadis. Shaddod ibn al-Hot aytadilar: "Biz Oysha zavji Nabiy sallallohu alayhi vasallamni oldilariga kirdik. Shunda u kishi aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni oldimga kirdilarda, mening qo'limda kumushdan iborat katta-katta uzuklar, fatahat deyapti, shuni ko'rdilar. Keyin aytdilar: "Ma hada ya Aisha? Bu nima edi ey Oysha?" Men aytdimki, "Sanatuhunna atazayyanu laka ya Rasululloh." Ularni men o'zim qildim, sizga u bilan ziynatlanyapman ya Rasululloh. Rasululloh aytdilarki, "Atu'addina zakatahunna?" Ularning zakotini ado qilasanmi? Men yo'q dedim. Yoki Alloh xohlagan gapni aytdim. Shunda Rasululloh aytdilarki, "Huwa hasbuki minan nar." Bu do'zaxdan senga kifoyadir dedilar. Ya'ni qarang, Rasululloh Oysha onamiz oldilariga kiryaptilar. Oysha onamiz qo'llarida fatahat bor. Fatahat katta-katta uzuklar degani. Hali katta-katta ko'zli uzuklar bo'ladi-ku, shuni fatahat deyiladi. U kumushdan ekan, ya'ni tilladan emas. Bilamizki, kumush arzon ya'ni. Nima edi bu deyapti Rasululloh. Mana bu dalilki, erkak kishi xotinidan mas'ul. Nimalar qilib yuribdi, so'rashi kerak. Ha, endi xotinlarda deb nima qilish bo'lsa qo'yib beravermaydi. Oysha onamiz aytibdilarki, sizga ziynatlanish uchun qildim ya Rasululloh. Ya'ni Rasululloh uchun erkak chiroyli ko'rinadi-ku ayol. Ana shu uchun qildim deb. Hozir ayollar ko'pincha aytadi, erim uchun qosh tersam bo'ladimi? Erim uchun badanimga chizdirsam bo'ladimi? Erim uchun sochimni bo'yasam bo'ladimi? Erim uchun raqs tushsam bo'ladimi? Ahali ham er uchun qiladi, hamma ham. Hech buzuq ayollardan boshqa bir pokiza ayol birov uchun qilmaydi. U buzuq ayollargina birov uchun qiladi, lekin er uchun degan narsa bu narsalarga ruxsat beravermaydi. Ha, Oysha onamiz ham sizga ziynatlanish uchun qildim deyaptilar. Ammo Rasululloh nima deyaptilar qarang. Zakotni ado qilasanmi? Yo'q desa, jahannamdan senga shu kifoya deganlar. Ko'ryapsizmi? Bir narsa harom bo'lsa yoki o'sha harom miqdorida ishlatilayotgan bo'lsa, u yer uchun degan narsa uni halollab bermaydi. Jahannamdan senga shu kifoya. Bu nima degani? Jahannamga kirishingga yetadi shu degani. Shuni o'zi yetadi jahannamga olib ketishga. Bugun ba'zi johilalar bor. Ha, juda chuqur ovoryapsizlar. Shu hech kimni norozi qilmay yashab o'tsa ham bo'ldi, odam jannatga kiradi. Birovning haqqini yemasa bo'ldi. Bu xuddiki bu kishining ra'yiga ko'ra jannatga kirish. Bitta shu taqinchoqni zakotini bermasang, yer uchun qilgan bo'lsang ham deyaptilar, hatto qarang. Jahannamdan senga shu kifoya. Endi hozir qilib yurgan ishlarini qarang odamlar. Neki qilsam bolam uchun qildim. Ota-onam xafa bo'lmasin dedim. Ota-oning, bolang, xotining, ering Allohning azobidan qutqara olmaydi seni. Maqsad mana bu rivoyatlarda Abu Dovud keltirishdan taqinchoqlarda zakot bor degan fikrga moyil bo'lyapti kishi. Bu ulamolar o'rtasida ixtilofli masala. Lekin Xattobiy rahimahulloh aytganlarki, Umar ibn Xattob, Abdulloh Mas'ud, Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Abbos ana shunday sahobalar taqinchoqlarda zakotni vojib degan. Tobiilardan Said ibn Musayyab, Said ibn Jubayr, Ato ibn Abu Rabah, Ibn Sirin, Jabir ibn Zayd, Mujohid, Zuhri katta ulamolar. Ammo Hanafiy mazhabi, Sufyon as-Savriy ular bu vojib emas degan. Malik ibn Anas ham shunday. Ahmad ibn Hanbal bir so'zida. Lekin Xattobiy rahimahulloh aytganlarki, kitob sunnatdan zohiri vojibligi. Mana dalillar shuncha ochiq dalillar kelyapti. Ehtiyot ham shuni taqozo qiladi. Axir bu
uy jihozlaridek narsa-ku, uy jihozlarida zakot vojib emas-ku desangiz, uy jihozlari ehtiyoj uchun. Bunga nima ehtiyoj bor? 1563-hadis. Umar ibn Ya'la aytadi. Mana shu uzuk hadisiga o'xshash hadisni zikr qilib, keyin shunda Sufyonga aytilgan ekan. Qanday uni zakotini beradi xo'p? Ya'ni tilla taqinchoqlarga, kumush taqinchoqlarda Sufyon aytgan ekanlarki, tadumuhu ila g'ayrihi, uni boshqasiga qo'shadi. Ya'ni boshqa pullari, boshqa narsalari bo'lsa, tijorat mollari, boshqa tillalari o'shanga qo'shatda hammasini bitta qilib hisoblab beradi. Demak, butun taqinchoqlarini tan narxini hisoblaydi-da. Masalan, tasavvur qiling. Bir ayolda taqinchog'i bor. U bittasi kumush, bittasi tilla, bittasi kumushni ko'zi bor, masalan, brilliant, tillani ko'zi bor, brilliant, olmos va hokazo. Shularni u tillani gramiga, kumushni gramiga o'lchatmaydi. Hammasini bitta qiladi-da, narxini hisoblaydi. Hammasini bitta qilganda narxi agar nisobga yetsa, bo'ldi, o'shandan hisoblab chiqaradi zakot. Pulim yo'q desachi. Masalan, ayol kishi, meni xo'p taqinchoqlarim bor, pulim yo'q deydi ba'zan. Unda o'sha taqinchoqlari birontasini sotadi. Ana shuning uchun aytdik-ku, bu Alloh alam bu narsadan o'zi maqsad taqinchoqda zakotdan tilla kumush yoki boshqa shunaqa boyliklar bitta odamning qo'lida sandiq xazina bo'lib o'tiravermasin. Bu odamlar ichida aylanish uchun tushirilgan narsa. Nisobga yetmaydigan miqdorda taqinchoq